kitob tanlayotganda nega aynan shu nutq rivojlanishda kitobning o'rni deyapmiz? Qanday kitoblarning o'rni katta hisoblanadi? Badiiy asarlarning o'rni nutq rivojlanishida katta. Sababi nima deb o'ylaysiz? Nega? U yerda tasvir zo'r, dialoglar ko'p, zo'r, barakalla. Yana obrazlar ko'p, xuddi shunday qahramonlar, turli xil qahramonlar, yana munosabatlar, yana zo'r. Shuning uchun ham aynan nutqimizni rivojlantirishimizda badiiy kitob o'qishimiz shart ekan. Badiiy kitob qalblarni sokinlashtirib boradi, yumshatib boradi, so'z boyligingizni orttiradi bu narsa. Va boya aytganimizdek, tasavvur kengayib boradi badiiy kitobda. Yig'laysiz ichida, to'g'rimi? Kulasiz. Bu narsa nimaga foyda? Hozirgi zamonda EQ, ya'ni emotsional intellekt ancha pasayib boryapti. Bu dunyo bo'yicha pasayyapti. Nima o'zi bu emotsional intellekt degan nimani tushunamiz? Hissiyot. Bizni o'sha tashqi ko'rinishimizda umuman hozirgi kunda ahamiyat bersangiz, umuman bir sovuqlik bor ba'zilarda. Ayniqsa yoshlarda bu narsa rivojlanib boryapti. Balki oilangizda bordir, farzandingiz o'qib o'tiradi kitobni, qatidadir yig'laydi, qatidadir kuladi. Hissiyot o'lmasligi uchun ham badiiy asar o'qishimiz kerak.